بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. Bugünkü öğrenmekçi olan dersimiz ikinci ders. Durus Lugat Arabiya li gayrin natiqina biha namlı kitabının kaçıncı dersi? İkinci dersi. Dersine başlaştığımız göre bugünkü dersteki gramatikal qoidalarni bir qanday so'zlar aytgandan keyin qolgan darsni boshlaylik. Bugungi darsdagi asosliq o'rganmoqchi bo'lgan qoidamiz laysa. Laysa af'alun naqisalarning qatoridir. Af'alun naqisa deganimiz o'zi fe'l. Ammo odatdagi normal tuluq fe'lga o'xshamaydi. Masalan, bundan mudori yo'q shundaymi? Buyruq chiqmaydi. O'zi yolg'izdan bir fe'l. Yani bu onun üstüne cümlede asasi o'ringa ega bo'lmaydi, faqat qo'shimcha rol o'ynaydi. Biz oldingi darsda huruf-i mushabbaha bil fi'l degan shundaymi? Huruf-i mushabbaha bil fi'l odatda mubtada xabarining ustiga kirib, mubtadoni o'zining ismisi, xabarini o'zining xabar qilib, mubtadoni zavar, xabarini pesh qilamdi. Endi laysa mubtada xabarining ustiga kirib, mubtadoni pesh xabarini qana qildi, zavar qildi. Mubtada buning ismisiga aylanadi, xabar buning ismiga aylanadi, xabar keldi. Ma'nosi laysaning ma'nosi emas, yo'q deganning tarjimasi. Endi buning bir alohidaligi odatdagi fe'llarga o'xshash turlanadi. Turlanib jumladagi ega qanday o'xshamas holatga keltiriladi. Masalan, turlab baqsak, laysa, laysa, laysu, laysat, laysata, lasna. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Jumladagi ega birlik bo'lib qolsa laysa keladi shundaymi? Ayollik birlik bo'lib qolsa laysat keladi. İkinci şahıs birlik bo'lib qolsa lasta keladi. İkinci şahıs ayollik birlik bo'lib qolsa lasti keladi. Birinchi shaxs birlik bo'lib qolsa lastu keladi. Birinchi shaxs ko'plik bo'lib qolsa lasna keladi. Ammo shu bo'yicha jumladagi o'rniga qarab turib, mas qadamda qanday qilsa bo'ladi, ishlatsak bo'ladi. Darsning ichidagi grammatikal qoidalarni ko'rgan bo'lsanglar, biz oldi bilan tekstni o'qishdan ilgari yangi so'zliklarni bir qism o'qitaylik. Al-kalimatul jadida liqa'un, jaydun, jaybun, juyubun, nahrun, anharun, barqiyatun, barqiyatun, masrifun, masarifu, maktabul barid. Tarjimasi bir qitim qilib beray. Liqa uchrashish, ko'rishish degan ma'noda. Masalan, odatda biz boshqalar bilan xo'shlashmoqchi bo'lsak, ilal liqa deb xo'shlashimiz. Ilal liqa degan ma'nosi ko'rishguncha aman bo'ling degan ma'noda. Ikkinchisi jayd, yaxshi. Har qanday bir narsaningki yaxshisi. Masalan, meva-chevliklar shundaymi? Andikin har xil bir narsalar bor, o'xshashdiki yaxshisini jayd deb olamiz. Ammo dars so'rab javob bergan vaqtida yaxshi o'ltiring degan gaplar bor, ya'ni tayyib ishlatildi. Tayyib, umi yaxshi degan. Ammo xayr degan bir xil sifat shakldagi yaxshilik, yaxshi ish degandek ma'nolarni ifodalaydi. Jaybun yanchoq. Juyubun ashundan ko'plikka, nahrun o'stan. Odatda kichik daryolarga qanday qiladi? Nahr ishlatiladi. Masalan, Nil daryosi deymiz-ku, arablardagi donliq daryo shundaymi? Buni nahrun Nil deydi. Ko'pligi anhar. Barqiyatun tilgramma. Barqiyat bunun ko'pligi. Masrif banka.
Masjiddan boshqa bankini bank mi deydi? Bank. Adatda inglizcha Bank of China, Jungo bankdan bank shunday deydi-ku. İngilis tilida aslında o'tib ekan. Ko'pki masarif. Eng oxirgi so'zlik maktabul barid. Pochtaxona. Hamda ikkinchi darsninki dialog qilaylik. Dialog Hisham bilan Bilalning o'tirishida bo'lib o'tgan dialog. Men avval bir qatim tekstni o'qib chiqay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. كيف حالك يا أخي؟ من الأخ؟ أنا مدرس جديد بالجامعة. اسمي هشام. أنا من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. أنا مسرور بلقائك. أنا زميلك اسمي بلال بن حامد. أمن واشنطن أنت يا هشام؟ لا أنا لست من واشنطن. إني من نيويورك. أمسلم أبوك يا هشام؟ لا هو ليس بمسلم. وأمك أمسلمة هي؟ لا هي ليست بمسلمة. ألك أبناء يا هشام؟ نعم لي 6 أبناء. أطلاب هم؟ لا هم ليسوا بطلاب. إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. ألك بنات؟ نعم لي 5 بنات. أمتزوجات هن؟ لا هن لسن بمتزوجات. إنهن صغار بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. ألك إخوة؟ لا ليس لي إخوة. إن لي 3 أخوات. أمسلمات هن؟ نعم هن مسلمات والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Qarindishim, ahvolingiz qandayroq? Ya axi degan odatda asli ma'nosi qarindishim degan bo'ladi, ammo birodar. Shundaymi? O'zaro do'st birodarlar unda chaqirishgan vaqtda birodar degan ma'no ifodalaydi. Manil akh o'zira kim bo'ladi ekan? Ammo yerda man degan shu kim degan man, akh degan birodarimiz degan gap shundaymi? Odatda keyin hech qanday qo'shimcha bo'lmagan degan birodar degan ma'noda. Mening ismim emas, ammo boyadan chaqirib, hozir shuningdan ahvol so'moqchi bo'lganda birodarimiz kim ekan degandek hurmat talaffuzdagi so'z. Men universitetdagi yangi o'qituvchi. İsmim Hisham. Men Amerika Qo'shma Shtatlardan. Viloyat. Odatda shtatlar degan ma'noda muttahida birlik degan qo'shma degan ifodalaydi. Ahlan va sahlan va marhaban bika ya akhi. Xush kelibsiz. Qarshalimiz, birodarim. Marhaban bik, odatda qarshilash so'zi. Yiroqdan mehmon kelgan vaqtda yoki biroz yaqinimiz kelgan vaqtda uyimizga bunga ahlan va sahlan, xush kelibsiz, marhaban bik, sizni qarshalimiz deb qarshalamiz. Ana masrurun bi liqa'ik. Siz bilan ko'rishganimga xushalman. Men sizning savoqdishingiz. Ismim Bilal ibn Hamid. Hisham, siz Washingtondami? La, ana lastu min Washington. Ya, men Washingtondan emas. Inni min New York. Men New Yorkdan. Muslimun abuka ya Hisham? Hisham, dadangiz musulmonmi? La, huwa laysa bi muslimin. Ya, o musulmon emas. Va ummuk? Muslimatun hiya? Apangiz-chi? O musulmonmi? La, hiya laysat bi muslimatin. Ya, o musulmon emas. Alaka abna'un ya Hisham? Hisham, sizning bolalaringiz bormi? Naam,
li sittatu abna'in. Mening 6 balam bor. Atullabunhum ular o'quvchimi? La. Hum laysu bitullabin. Ya, ular o'quvchi emas. Inna ba'dahum tujjar va ba'dahum muhandisun. Ularning ba'zisi tijoratchi, ba'zisi injener. Alaka banat, sizning qizingiz bormi? Na'am. Li 5 banat. Mening 5 qizim bor. Amutazawwijatun hunna, ular to'y qilganmi? La, hunna lasna bimutazawwijat. Innahunna sighar. Ya, ular to'y qilmagan. Ya'niki laysa ayollik ko'plikka qo'shgan lasnaga turib keldi shundaymi? Bu yerda to'y qiliqliq emas degan ma'noda. Innahunna sighar, ular kichik. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyya va ba'duhunna fil madrasatil mutawassita. Ularning ba'zisi boshlang'ich maktabda, ba'zisi tuluqsiz o'tir maktabda. Alaka ikhwa, sizningki o'g'il qarindoshlaringiz bormi? La, laysa li ikhwatun. Mening o'g'il qarindoshlarim yo'q. Inna li 3 akhwat. Mening 3 qiz qarindishim bor. Muslimatun hunna? Ular musulmonmi? Na'am. Hunna muslimatun alhamdulillah. Ha, Allohu shukri, ular musulmon. Biz darsning 5-dagi so'zlaganlikni laysa to'g'riliq grammatik emasmi? Shuningga mas holda jumlaning ichini mulohaza qilib chiqsak, laysaga munosabatli jumlalarning to'liq jumlalarni bayqalaymiz. Birinchisi Amin Washington anta ya Hisham degan jumladan keyingi javob jumlada la ana lastu min Washington. Bu o'rinda laysning qaysi xil shakli ishlatilgan? Birinchi shaxs birlik shakli ishlatilgan. Undan keyin muslimun abuka ya Hisham degan jumlaning javobida kelgan jumla la huwa laysa bi muslimin degan shaklda lays ishlatilgan. Bu o'rinda laysningki 3-shaxs birlik shakli ishlatilgan. Undan keyinki muslimatun hiya degan jumlaning javobida kelgan la hiya laysat bi muslimatin degan jumlada laysat birinchi 3-shaxs ayollar birlik shakli ishlatilgan. Atullabun hum degan savol jumlaning javobida kelgan la hum laysu bitullab degan javob jumlada laysning ko'plik erlik shakli qanday qiladi? 3-shaxs ko'plik erlik shakli ishlatilgan. Undan keyin amutazawwijatun hunna degan jumlaning javobidagi la hunna lasna bimutazawwijat degan jumlada laysningki 3-shaxs ayollik ko'plik shakli qanday qilingan ishlatilgan. Undan keyingi alaka ikhwa degan savol jumlaning javobidagi la laysa li ikhwa degan javob jumlasidagi laysa 3-shaxs erlik birlik shaklda ishlatilgan. Ana mushada bir askar tegishli bir nuqta laysining javobida odatda men bayatım degandek laysa mubtada xabarning ustiga kirib mubtadani o'zining ismisi qiladi, xabarnicho xabar qiladi degan shundaqo. Ana shu xabar bilak jumladagi sifat bo'lib qolsa. Sifat deganimiz ism fa'il, ism maf'ul yoki sifat mushabbahga o'xshash sifat bo'lib qolsa, ba qo'shilib kelib qoladigan ahvollarda. Bu yerdagi ba'ga hech qanday tarjima qilinmaydi. Bu ba'ni qanday ba deymiz? Ortiq ba deymiz. O'zimiz jumla tuzgan vaqtda akab qo'ysakmi bo'ladi, akamsaklichu bo'ladi. Ammo kelib qolsa, bu qanday ba'di tarjimamiz nima deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. Bundaqlari tarjima qilinmaydi. Masalan, mush darsdagi shu o'rinlarga qarab baxsak, birinchisi huwa laysa bi muslim. Laysa bi muslimdagi ba qanday ba? Ortiq ba. Laysaning xabri sifat bo'lgan vaqtda qo'shilib qildigan ba. Laysat bi muslimatin, laysu bi tullabin, lasna bi mutazawwijatin degan jumla buning o'zi bo'lamaydi, misoli bo'lamaydi. Endi ko'nikmalarni bir ko'rib chiqaylar. Yana oldingi darsdagi o'xshash men ko'nikmalarni
Birini misal qilib sizlarga ishlab beraman. Qolganini o'zinglar bugungi darsga so'zlangan grammatikalik muhim halqa va darsning mazmuniga asosan ishlasanglar bo'ladi. Al-awwal, yani birinchisi ajib anil as'ilatil atiya, tuandagi savollarga javob bering. Bu asosliq dialogning mazmuniga mos holatda qo'yilgan savol, dialogni o'zlashtirgandan keyin javob bersanglar bo'ladi. Ikkinchi savol. Da hazihi al-alama as-sahiha amama al-jumal as-sahiha wa hadhihi al-alama al-khata amama al-jumal allati laysat sahiha. Yani to'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga qo'ying, xato belgisini to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying deyotdi. Birinchisi Hisham min Washington. Bu o'xshashlar dialogninki mazmuniga asosan tanlaydigan jumlalar. Masalan, dialogda Hishamni nadin deb New Yorkdan deydi shunda, ammo andog'andagi ma'nodagi Hisham min Washington degan jumla dialogning mazmuniga asosan nima? Xato. Mazmun jihatda, grammatik jihatdan emas. To'g'ri. Üçüncü mashq ta'ammal mayali. Tuandikilarni o'ylanib baqing deyotdi. Yani bu asosliqi biz bayatdan ta'kidlab o'tgan laysining xabarda ba qanday bo'lib keladi? Ortiq qo'shilib keladi. Asli biz so'zlagan bo'yicha ba ortiq qo'shilib kelmasa, ismisi pesh xabari zahar qilmoqchi shundaqmi? Ba qo'shilib kelgandan keyin bunun xabari nima qiladi? Ba'ning taqozosi bo'yicha zir qiladi. Bu tarjimaga mazmunga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, birinchi misolni o'ylab baqsak, Hamidun talibun ning ustiga laysini kirgizsak, Hamidun laysa bi talibin bo'ladi. Hamidga talibun xabari. Oldiga lays kirgandan keyin Hamid laysning nimasi bo'ladi? Ismisi bo'ladi. Talib nimasi? Xabar. Aldığa ba qo'shilib kelib qoldi. Bu tarjimaga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat grammatikalik shakliga ham ta'sir ko'rsatib, zavar o'qilishga tegishli xabar nima qildi, zarur qildi. Qolganlarini o'zinglar mulohaza qilib baqsanglar bo'ladi. 4-ko'nikma. Adkhil laysa ala al-jumal al-atiya. Laysni tuandagi jumlaga kirgizing. Hamda albatta biz tushundirgandek laysa shu jumladagi igiga mos holda turlanib chiqib kiradi. Masalan, birlik bo'lib qolsa, erlik bo'lib qolsa laysa. Shundaqo, birlik ayollik bo'lib qolsa laysat. Agar birlik birinchi shaxs bo'lib qolsa qaysi? Lastu. Birlik ikkinchi shaxs bo'lib qolsa lasta. Ayollik bo'lib qolsa lasti. O tarafini albatta tushunsizlar. Masalan, birinchi misol. Al-babu mughlaqun. Mush jumlaga laysa kirgizsakdan bo'ldi. Laysal babu mughlaqan yoki bi mughlaqin. Ba akrimsanglar bo'ladi, akrimsanglarchi bo'ladi. Qolganlarini shu bo'yicha ishlasanglar bo'ladi, ha? 5-ko'nikma. Iqro'il misalayn thumma adkhil laysa ala al-jumal al-atiyya. Ikki misolni o'qib tuandagi jumlalarga laysni kirgizing. Masalan, bizga berilgan misol huwa tajir va laysa bi tajir. Ahwa min al-Yaban va laysa min al-Yaban. Mana bu misollarda biz bayatdan tushungandeklar. Laysa kiribdi, sifat bo'lgan tarafi, ya'ni tajir degan bir sifat qo'shindami? Oldiga nim kiribdi, ba kirib, oxir zir qilibdi. Mushu bo'yicha boshqasini to'yg'izsak bo'ladi. Masalan, birinchisida as-sayyaratu jamilatun, bunga laysa kirgiz to'g'ri qilsa, as-sayyaratu laysat bi jamilatin. Bani qo'shib jumla tuzsak bo'ladi. Laysat jamilatan deb sizlar o'qib, bani qo'shma jumla tuzsak bo'ladi. Qolganlari sizlarning ishlashingizga ketdi. 6-mashq. Ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan laysa. Tuandagi savollarga laysni ishlatib inkor qilib javob bering. Masalan, mundaqmi deb savol so'rasa, biz bunga yo'q, undaq emas deb javob bersak bo'ladi. Bunga nima ishlatamiz? Laysa. Masalan, birinchisini ishlab beray. Muhandisun abuk dedingiz, injenermi
degan savolga biz javoban laysa abi muhandisan yoki laysa abi bi muhandisin deb javob bersak bo'ladi. Qolganlarga mas holda. Masalan, ikkinchisi mudarrisa, shundaymi? Buningga lays kelamdi, laysatmi? Albatta laysat keladi. Tullab buningga nima keladi? Laysu keladi. Menda ta'kidlab qo'yishga tegishli bir nuqta. Agar laysa igining oldiga kirsa, birlik holatini saqlaydi. Ayollik o'zgaraydi, ammo birlik holatini saqlaydi. Igining keyniga kirsa, birlik, ikkilik, ko'plik keladi. Masalan, laysat talibu bimujtahidin. Laysat talibani bimujtahidani. Laysat tullabu bimujtahidin. Laysat talibani bimujtahidayni. Laysat tullabu bimujtahidin. Mana talib birlik, taliban ikkilik, tullab ko'plik. Har xil holatda qanday keldi? Laysa. Bir xil holatda shundaymi? Agar laysa talibning keyniga kirib qolsa, igiga mos bilan o'zgaradi. Masalan, at-talibu laysa bimujtahidin. At-talibani laysa bimujtahidayni. At-tullabu laysu bimujtahidina. Bunday shaklda. Bu nuqtaga diqqat qilinglar, ha? 7-mashq. O'qituvchi har bir o'quvchiga savol qo'yadi. Buning javobi bulishsiz bo'ladi. Buningga o'quvchi lastun ishlatib javob beradi. Masalan, Amin Amerika ant, siz Amerikadanmi? Siz to'y qilganmi? Siz kasalmi? Siz injenermi deydi. Buning hammasiga nima javob beradi? Yo'q. Men Amerikadan emas, men to'y qiliqliq emas, men kasal emas, men injener emas degandek javob bersa bo'ladi. Masalan, birinchi savolning javobi lastu min Amerika. Lastu min Amerika deb javob bersa bo'ladi. 8-misol. Misolni o'qib, indini tuandagi jumlaga kirgizing. Masalan, li salasu akhwatin. Buningga indi kirgandan keyin nima bo'ladi? Innali salasa akhwatin bo'ladi. Bu yerda sizlarga dil demoqchi bo'lgani odatda biz oldingi darsda urbu mushabbaha bil fillah mubza xabarini usul ko'rib, mubtada zavar xabarini nima qiladi? Qashib qilib deyishlarmi? Endi ba'zida xabar shibiy jumla bo'lib qolgan vaqtda, shibiy jumla deganimiz jar majrurlik. Harbiy jar bilan shakllangan xabar bo'lib qolgan vaqtida xabar oldida mubtada nari keldi, keyin keldi. Masalan, shu misol qarab baqsak, li salas akhwatda inni kirgandan keyin inna li salasa akhwatda salas zo'r qilib tushundimi? Chunki salasa mubtada, li nimasi xabarda. Inni kirgandan keyin salasa akhwat innining ismisi, li innining ismi bo'ldi, xabar bo'ldi. Shunga Abdullah izohat berib, asluhu inna salas akhwat li deb qo'shib sanab shu. Bu nuqtadan to'g'ri tushunsanlar bo'ladi. Ammo shu bo'yicha qolganni to'shqasanlar bo'ladi. Masalan, birinchisini to'xtatib qo'yay. Fil fasli khamsatu tullabin jududin deganga inni kirgizsak nima bo'ldi? Inna fil fasli khamsata tullabin jududin bo'ladi. Qolganni shu bilan to'shqasanlar bo'ladi.